1.9 sotixga san'at asarini qurib qo'yishgan, ko'rgan saringiz ko'rgingiz keladi. Gap bo'lishi mumkin emas. Hamma narsa bir-biriga badmas bo'lgan, ranglar ham ko'zni og'ritmaydigan rang. Darvozaxonadan kirib kelarkanmiz, hovliga bitta mashina qo'yib qo'ysa bo'ladi. Yozgi oshxonasi, sanuzellar, oyontiklari burchatga qilingan, yashil maydon ham qoldirib ketilgan. Uyimizning oldi taraf fasad ko'rinishi, ko'ryapsizlarmi? Podvolga tushib ketirish hovlidan ham, uyi ichidan ham yerto'lasi yaxlit qilingan kotelniy xonasi hamda sanuzel ham bor podvolda. Qani kirib kelarkanmiz, bismillah deb hol. Gap bo'lishi mumkin emas. Oyontiklari atapleniya qilingan, chap qo'lning ishi bizning oshxona bo'ladi. Yorqin ranglardan ishlatilgan, ko'zni charchatmaydigan. Niyat qilgan bitta like bosib qo'yinglar, tepa qavatga chiqib ketirish, uyi ichidan yerto'laga tushib ketirish. O'ng tarafda sanuzel, umumiy, to'g'risida yotoqxona ranglarini alohida e'tibor beringlar ranglarga. Yonida mehmonxonamiz, orqa tarafda voylan shuni ham joylar tashab ketilgan. Tepa qavatga chiqib kelarkanmiz. Mana birani qaranglar, gap bo'lishi mumkin emas. Shundan chiqib kelarkanmiz. O'ng tarafdan boshlaylik. Bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxona, yonida ota-onalar yotoqxonasi, hovliga qaragan balkoni bor, ichida o'zini sanuzellari bilan. Yurib kelarkanmiz, ikkinchi qavat uchun umumiy sanuzel. Qaranglar. Yonida yana bitta spalni. Mana bu oxirgi xonamiz mehmonxona bo'ladi. 6 ta xona, 5 ta sanuzel, 1.9 pat ключ, narxi $172 ming. Lokatsiyasi Toshkent tumani Qizg'aldoq mahallasi. Zamoniy to'yxonani shundan nariga ketadi. Katta ko'chagacha bir 150 metr. Egalar nomer opisiyanida telefon qilib bosinglar.